Sizni ham ko'p bildingizda torpedasidan ovoz chiqayotgan bo'lsa, aniq shu ikkita bolti yo'q yoki yaxshi qatmagan. Sizning mashinangiz 2021-yildan past bo'lsa, demak aniq bolt yo'q. Videoda oxirigacha ko'ring, ideal qilib to'g'rilashtiryapti. Shuni ochamiz, ochib turib qarang. Eshik tomonda chap tomonga suramiz mana. Shuni itasiz chiqadi. Past shopir tomonda eshik tomoniga tortadi. Shuni tortsa chiqadi o'zi mana. Shunaqa chiqib keladi. Qarang mana bu tomonda shopir tomonda qaraymiz, mana bolti yo'q mana ko'ryapsizmi? Xuddi shunaqa mana zavatskiy bolti bilan yaxshilab turib oling. 7 galovka tushadi. 7 galovka tushadi. Mana bu tomonda o'zlari atelyeda qatirib qo'yishgan bu zavatskiy bolt emas mana qarang, o'ynab turadi, luft bo'ladi, baribir luft bo'ladi. O'zini zavatskiy bo'lmasa zo'r qatmaydi. Xuddi shuni, siznikida bo'lmasligi ham mumkin. Shuni yechib tashlab turib, o'zini zavatskiydan qo'yamiz va bu tomonga bundan qo'yamiz. Qo'yib turib qatiramiz. Eng past yoshni yotqizamiz. Mana ikkita tilla bo'ladi. Bundan xuddi shu tilla bir-biriga tarsa tushdi mana. Lifehackdan keyingi rezultat sizlar bilan ko'ramiz. Qaranglar. Akalar, xuddi shunaqa lifehacklarni o'tkazib olmaslik uchun profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana qanaqa mashinalardan lifehacklar olib chiqiladi kommentariyada o'zlaringiz izohlarni yozib ketinglar. Kuzatib olib, like bosishni eslanglar, chiqmasin. Sog' bo'ling.